Chrome SMP. Yosada do'stlar, do'stlar, bugun Chrome SMP'da barcha komandlarni aytib chiqaman va bu yerda ikkita komandalar bor. Ular bonus beradi sizlarga. Do'stlar, musaqqani ketdi. Mana Chrome SMP'ni spawn joy. Do'stlar, Chrome SMP haqida qisqagina ma'lumot beraman. Chiqqan bo'lsa ham yaqinda yaratilgan bo'lsa ham lekin hozirda onlayn yaxshi do'stlar. Bu bitta plyus joyi bor. Bot anaqiya bilan desam yaxshi ko'rgan uchun bu plyus chunki bu man yo'q bo'lsa ham lekin botni kuchayish juda oson bo'lyapti. Boshqasi player qaraganda do'stlar. Boshqacha ma'lumot bilmayman xullas. Endi bitta qarab bitta ko'rib chiqamiz qaysi topoviy komandalar hamma har kuni komandalar bu asosan RTP bo'ladi do'stlar. Bu RTPni bossanglar random teleport ochiladi. Endi random teleport oddiy dunyo, nezir dunyo va end dunyo bo'ladi. Oddiy dunyoga boramiz do'stlar. 5 soniyadan keyin teleport bo'lasiz. Va biz teleport bo'ldik. Kechqurun ekan. Ma'lum sizni. Biz tepaga chiqib olamiz. Juda kechqurun bo'lib qolgan. Kripperlar shundoqligicha yetamiz. Mana shu tepa bo'ladi nezirliga. Men hozir borolmayman. Nezirliga borolmayman. Endi biz bo'lib hozir endi keyingi komanda bu sel bo'ladi do'stlar. Bilasizlar, sellar bu narsani qumdan tortib mana qanaqalargacha sotsalar bo'ladi. Ko'rasizlar, sotilib boshqatdan sotaman men. Biz bitta dona sotamiz va bizda 0.5 full keldi bizga. O'ttisini qumdan tortib mana daraxt barglargacha sotsanglar bo'ladi do'stlar. Barglargacha sotsanglar bo'ladi. Bu shunaqa narsaga o'tda kuchayishinglar juda oson bo'ladi. Endi keyingi komandaga o'tsak, sinaqlarni qatdan ko'raman, hozir bilmayman. Nima qo'yin shoplay. Endi hozir ko'rib buni hayotdan narxini ko'rish uchun mana shu komandani yozishinglar kerak. Va boshqa botda hamma nezrit blok qancha, nezrit to'za qancha, nezrit scrap qancha, kiyimlar, sehrli kitoblik mana temple qancha sotilishini bemalol ko'rishinglar mumkin do'stlar. Endi keyingisi bu bounty. Bounty'ni bilmaydiganlar xullas qaranglar. Qisqachagina tushuntirib beraman. Bounty o'zi pul. Bounty'ni masalan boosterga pulimizni boosterga tiksa o'zimizdan pulimiz ham ketadi, unga tikladi. Boshqalarni tikadi. Booster topasanglar, o'ldirsanglar, boshqalar tikkan pulan, o'zingizlar tikkan pulinglar o'zingizlarga qaytib keladi. Boshqalarniki ham sizlarga beriladi. Do'stlar, bu mana shunaqa narsa. Endi boshqa narsani olamiz hozir. Do'stlar, va nihoyat spamga keldim do'stlar. Ozgincha qolib ketdim, mayli. Do'stlar, qattiq to'xtagandi.
Zibamchi to'xta ya'ni bamchidan keyin bizada masalan bar bor endi keyin kanda bar o'ta AFK kritga mashina narsalar bor. AFKga borib ko'ramiz ya'ni bu sizlar masalan boshqa joyda bo'lsanglar barda boshqa AFK joyi endi va masalan sizlar anaqaga bormoqchisizlar PPga bormoqchisizlar do'stlar. PP boshda spam deb yozib bo'lgan vaqt ketkazib o'tirmishlardi yoqqa bor. Просто var PVP deb yozsizlar PVP joyiga olib boradi. Mana do'stlar. Xo'p, mana o'ziniki mana PVP joyi olib borildi. Bayaq PVP qilishinglar mumkin do'stlar. Barib bilan chu bo'lsanglar endi set home bu sizlar home qo'yish masalan sizlar RTPda baza qildinglar sizlar spa bormoqsizlar yoki PVPga bormoqsizlar qolib ketaydi u yerda bazanglar topolmaysizlar yana sizlar set home qo'ysanglar o'shandagina zo'r bo'ladi. Masalan sizlar set home qo'ydinglar deylik sizlar yoqqa set home qo'yamiz. Mezda qo'yib bo'lmas ekan bu RTPda qo'yib bo'ladi shu yerda set home qo'yasizlar yoki home deb belgilab qo'yasizlar mana shu yoqqa. Menda bo'lmaydi deb o'tdi. Bo'lmaydi. Siz bo'lmaganligi uchun bu yoq bo'lmaydi. Endi sizlarni boshqa odam bo'lsa tag'in boshqa yangi qilgan saytda просто del home turib yani nomini minus yozib turib enter bossangiz просто ana qo'yib ketadi. Endi keyingisi kit bu rang bo'lsa masalan sizlarda elite legends chrono kiti bo'lsa siz bosib turib kitini narsalarni olsangiz bo'ladi. Masalan starter yani yengillik uchun mana shunaqa bossa qaytib 1 mil yoki 2 milda qaytib oladigan qo'ygan. Endi keyingisi tepa. Tepa tagasinglar bo'ladi o'rtog'inglarga ya'ni teleport. Oldiga borish uchun RTPga borib qidirib o'tirmaysizlar deb просто tepa и bo'ldi. Ismini yozasiz masalan tepa o'zimga qo'ymoqchi 3 mashina yozib enter bossanglar o'rtog'inglar mana bunaqa narsa tepa sensor yoki tepa X kerak. Tepa X bossa qabul qilinadi. Teleport tepa sensor bossa teleport qabul qilinmaydi. Sizlar mana shu narsani ham sizlar bilishinglar kerak. Endi keyingisi pay. Siz pulinglar ko'p bo'lsa o'rtog'inglarga bermoqchi bo'lsanglar siz просто ismini yozasizlar pay turib endi narx masalan 100 ga tashlaysizlar mana shunaqa 100 yoki 100 deb yozasizlar. Mana mana tashlab mana shunaqa sizlarda chiqadi o'rtog'inglarda hammaga chiqadi. Endi ranglar bo'lsa sizlarda rang bo'lsa qanaqadir mana turib yozishinglar mumkin. Playerlarda color text qo'ymaydi link rangi bo'ladi bitta mana bunaqa narsalar yozishinglar mumkin-da rangi borlari. Shunga rang borlari ekran bor ya'ni bu ender chest. Endi
endi nima qoldi tag'in? Menimcha bo'ldi. Bonus o'tdi man sizlarga. Bonus bu men nomimdan kirsanglar men sizlarga bitta full set beraman. Men sehrlanmagan lekin olmosli va kirpi beraman. Ben nomimdan kirsanglar do'stlar. Menimcha bo'ldi. Endi Chrome SMP'ni to'xtaylik. Time'dan qo'yib time bor do'stlar. Bitta time create qilib turib, nom yaratib time ochishlar bo'ladi. Sizlar. Bu da shu time bor. Shu yerda sizlar narsa ochishlar bo'ladi. Masalan, to'moqchiman 200. Oldin talizlar o'ta nechtalaydi. Confirm bo'ldi. Oldingiz siz bittadan stake oldingiz. 200 yazib chiqadi. Men shu bilan Chrome SMP'ni sayti bor o'zini. Saytiga kirib ko'rsataman hozir do'stlar. Do'stlar. Saytiga kirib ko'rsataman. Bonusi bu. Videoni oxirida men sirli hashtag qoldiraman. Sirli hashtag. Mana shu narsani aniq qilasizlar-da, kirsam onlayn bo'lsam aytsanglar menga mana shu hashtagga olmosli full set beraman. Agar menda bo'lmasa kuchayib qatdan topib bo'lsam beraman sizlarga. Do'stlar. Aktiv yaxshi bo'lsa keyingi videolarda men to'pam bor bu yerda baltopda puldan ko'rishinglar qancha o'rinda baltopda odam Hakimov bilan men o'rtog'im bilan biz trap yasaymiz. Holding trap zaklif bo'lib ketgan, menchu bilmaydi. Aytaman, onlayn bo'lsa trap qurib odamlarni chaqirib saytiraman sizlarga taklif qilib beraman. Set ko'payib ketsa agar do'stlar, bu saytiga o'tsa endi do'stlar, mana Smart Chrome SMP'ni anaqasi sayti sizlarga uni linkini kommentariyada qoldirib qo'yaman. Bu yerda biz haqimizda bor. Mana Chrome SM serveri marketidan promolar olib tashlandi menimcha. Olib tashlangan do'kon bor. Ranglar bor bu yerda ko'rishlar mumkin. Mana ikkita set qilib RBP anvar sen teleport qilish nima teleport qilib bo'lmaydi chunki u yerda elitr bor. Elitr juda kuchayib ketsa bo'ladi. Media rank bor. Xudo xolasa men media rankiga harakat qilmayman. Media rank bo'lsa mana shunaqa legenda qani. To'g'risi ikkinchi rankka beradi. Yo'q. Mana qarabtasin. IP mana nusxalab olishinglar mumkin. Kirish joyiga kirish joyi mana. Do'stlar, mana shunaqa uni sayti do'stlar. Minecraftga qaytib o'tamiz.